Hop, zapsimizni yoqib qo'ydim. Endi diqqatni e'tibor beramiz. Hop, demak, birinchi mokimizdan tahlilni boshlaymiz. Nasib qilsa mavzuga tugagandan keyin moklarni ketma-ket ko'rib ketyapmiz. Hop, boshlanishiga yengil moklar, chunki daraja birdan qiyinlashib ketishi kerak emas. Ovoz yoki mikrofonda muammo bo'ladigan bo'lsa, sizlarga xabar berib qo'yamiz kelishiga. Hop, demak, bizda birinchi mokimiz. Mok 1. Hop, qaraymiz. Birinchisida savolida nima so'ralgan bizdan? 56 va 84 sonlarning eng katta umumiy bo'luvchisini toping. Ya'ni bizda ikkita son bor, 56 va 84. Mana shu ikkita son uchun deyapti. Eng katta umumiy bo'luvchisi, ya'ni nima so'ralyapti? EQB'si so'ralyapti. Endi yordamchi o'quvchilarimizdan so'raymiz, EQB qanday topilar edi? Qani? Mikrofonni ochamiz. Mikrofonningiz ochiq holatda. EQB'ni qanday topardik ikkita son uchun? Hop, agar gapirayotgan bo'lsangizlar, ovozlaringiz yetib Hop. 56 ni tub bo'luvchilarga bo'lib chiqaman. 2 ga bo'laman 28, 2 ga bo'laman 14, 2 ga bo'lsam 7, 7 ga bo'lsam 1. Ikkinchisi 84 sonni xuddi shu shaklda bo'laman. 2 ga bo'laman 42, 2 ga bo'lsam 21, 3 ga bo'lsam 7, 7 ga bo'lsam 1. Endi sarf hisob qilamiz. 56 degani aslida 2 dan 3 ta dona, 7 dan bitta dona ekan. 84 degani aslida 2 dan kvadrat, 3 dan bitta va 7 dan bitta dona bor. Endi menga EQB'si kerak bo'lganligi sababli qaysilarini olaman? Qani gapiramiz, yordamchi o'quvchilar. EQB'ni topish qanaqa edi? Ikkalasida ham borning eng kichik darajasi olinardi. To'g'rimi? Demak, 2 ning kvadratini olaman, ikkalasida ham bor va ikkalasida ham bor yana qaysi? 7 ning birinchisi. Bo'ldi, demak, tayyor. 2 ning kvadrati 4 ga teng, 7 ning birinchisi 7, 4 kere 7 28 ga teng. 28 degan javob D javobda turibdi. Demak, birinchisiga D javobni belgilaganlar bo'lsa, to'g'ri ishlagansizlar. Xo'p, savol bormi? Birinchisi bo'yicha tushunmaganimiz bormi? Yo'q, ha? Yaxshi. Demak, davom ettiramiz. Ikkinchisi bo'yicha g'oya beramiz. Xo'p, aziz o'quvchimizga mikrofonni yoqib qo'yaman. Xo'p, ikkinchisi bo'yicha g'oya beramiz. Fazliddin va sizda mikrofon yo'q. Xo'p, nima qilamiz? Ikkinchisi uchun qani gapiramiz? Sizlar ishlagansizlar-ku, qanday ishladinglar? Nima qilsak bo'ladi misol ishlash vaqtida? Oldin ko'paytirishlar bajariladi, minus plus deganlari minus bo'ladi, keyin qo'shayishlar bajariladi. Keyin qo'shayishlar bajariladi. Yana kimda qanaqa g'oya bor? Qarang. Mana bu ikkalasida ham 72 bor, to'g'rimi? 72 ni umumiy ko'paytiruvchi sifatida qavsdan tashqariga olib chiqib ketaman. Birinchisida minus 18 qoladi, ikkinchisida plus 8 qoladi. Bo'ldi. Keyingisida mana buni to'g'ridan-to'g'ri xohlasangiz ko'paytirib qo'ying, xohlasangiz shu holatda turaversin. Plus 36 kara minus 4 turibdi. Davom ettiryapmiz. Endi mana buni qo'shib ayirganingizda minus 10 ni beradi. Demak, sizda 72 ni maydalab olish imkoniyati bor. Ya'ni 36 kara 2 desangiz bo'ladi. Ko'paytirilgan minus 10 bor. Plus 36 kara minus 4. Endi mana buni ikkalasida ham 36 bor-ku, 36 ni olib chiqib ketamiz endi. Endi 36 tashqariga chiqib ketadigan bo'lsa, 36 ni umumiy ko'paytiruvchi chiqaryapmiz. Birinchisida minus mana bu joyda 20, ikkinchisida mana bu yerda minus 4 qoladi. Xo'p, javobimiz 36 kara minus 24 bo'ladi. Tushunarli? Shunaqa qilib ishlab qo'yishimiz kerak. Endi shunchaki 36 ni 24 ga ko'paytirib qo'ysangiz natija chiqadi. Kimda necha chiqqan shuni natijasi? Yozamiz. Mikrofon ochiqlar gapiramiz.
minus 864. Minus 864. Zo'r. Demak, to'g'ri ishlagansiz. Minus 864 javobini chiqazganlar. To'g'ri. Siz javobda turibdi. Xo'p, tushunarli, a? Xo'p, yana kimdir aytdi o'quvchilarimiz orasida ko'paytirish ishlasak bo'ladi, keyin bu ko'paytirish, keyin ayirib qo'shamiz deb. To'g'ri, bu yerda hech qanaqa xatolik yo'q, faqatgina siz harakat qiling, misolda iloji boricha bir xillarni olib chiqib ketib ishlashga. Chunki bu narsa sizni keyingi misollar ishlashingizga yordam beradi. Ya'ni shunaqa qolipdagi misollar ko'p oldingizdan uchraydi. Ham ko'zingiz ham o'rganadi bunaqa misol shuni shaklda ishlashga. Xo'p, ketdi. 3-misolga o'tamiz. 3-misolga g'oya beramiz. Mikrofon ochiqlar, gapiringlar. Sizlar o'chirib qo'yaman bo'lmasa hozir mikrofonlaringni. Mikrofon ochiqlar, gapiramiz. Feruz o'quvchimiz, gapiring. Tinglama qilganman men ustoz. Tinglama qilganmiz. Aslzoda o'quvchimiz nima qilgan ekanlar? Fazliddinova, aziz o'quvchilarimiz, qanday shaklda ishladingiz? Men ham tinglama qildim. Tenglama qilib ishladingiz, a? Yaxshi, qani tenglama qanday shaklda tuzaman shuni? Qanday shaklda tenglama tuzaman? X plus 13 qavsida ko'paytirilgan 2 teng 56. Ikki ana to'g'ri to'rtburchakning perimetri. Birinchi to'g'ri to'rtburchak chizib olamiz. Perimetr degani mana bu tarafi A, bu tarafi B dan bo'ladigan bo'lsa, perimetrini topish uchun hammasini qo'shishim kerak. Ya'ni A plus A plus B plus B. Endi buni formulasini bilamiz. 2A plus B. To'g'rimi? Endi shu narsaning qiymati 56 ga teng. Demak, 2 ta A plus B ning qiymati 56 ga teng. Mana aytganingiz bo'yicha yozib oldim. 13 dan 2 ta 13 2 ko'paytirib 26 bo'ladi. 56 dan 26 ni ayirsa 30. 56 dan 2 kere 13 2 ko'paytirib 26 qildim. Yaxshi, qarang, to'g'ri aytyapsiz. Qarang, mana men hozir umumiy holatda yozdim. Ya'ni hech qanaqa tomonlari berilmagan holatda, faqat perimetrni o'zi berilgan deb tasavvur qiling. Endi aytyapti, n 13 ga teng deyapti. Mana bu n ni 13 deb olsak, bu tarafi ham o'z-o'zidan 13 bo'lib qoladi. Demak, sizda a ning qiymati 13 ligi aniq. O'rniga qo'yasiz 2 kara 13 plus b tenglik 56 ga. Ikki tarafini qisqartirib olsangiz 28 ga qisqarib ketadi. Demak, 13 plus b teng 28. B ning qiymati o'z-o'zidan 15 ligi aniq bo'lib qoladi. To'g'rimi? Sizda ham xuddi shunaqa 15 chiqdimi? Xo'p, ishlaganlar. Natijangiz bir xilmi bizniki bilan? Endi ham 15 chiqqan tinglama qilganman men. 15 natija chiqqan-a? Tushundingizmi hozirgi ishlanishiga? Yaxshi, qolgan o'quvchilarimiz iloji bo'lgan ekan gapirib bo'lganingizni mikrofoningizni o'chirib qo'ying, shovqin bo'lmaydi. Menda javobi 15 chiqdi. 15 chiqdi natijangiz. Bo'ldi, 15 chiqqan bo'lsa, to'g'ri ishlagansizlar. Hech qanaqa muammosi yo'q. Davom ettiramiz. 4-mashq haqida gaplashamiz. Qani, kim qanday ishladi? 4-mashq haqida gaplashyapmiz. Gapiringlar. Men proporsiya qildim. 15 chiqdi. Bitta. Ha, nima qildingiz? Proporsiya. Qarang, mayli. Ishlanish usuli qiziq, chunki natija hozircha ahamiyatga ega emas. Nima qilishim kerak hozir? Ha, tushundik. Qarang mana. Tezligi 56 km/soat bo'lgan avtomobil Toshkent va Buxoro shaharlari orasidagi masofani 11 soatda bosib o'tdi. Yozaman. Tezligi 56 ga teng. Vaqti bosib o'tdi 11 soatda. Demak, shundan foydalanib yo'lni topib olishi mumkin. Hozircha tegmay turamiz. Agar avtomobilning tezligi 21 km/soatga oshirilsa, demak bu V1 T1 edi. Endi tezlik oshyapti, ya'ni V2 bo'ldi. Bizda 56 mavjud edi. Unga plus 21 qo'shdim. Natija 77 ga chiqdi. Xo'p, shu masofani qancha vaqtda bosib o'tadi? Endi T2 ni so'rayapti, qiymati qanchaga teng deb turib. Xo'p, maslahatchilarim qani, nima deysizlar? Men boshqacha ishlayapman. 56 ni 11 ga Xo'p, gapiramiz qani, bitta faqat. 6 7 ga 8 soat bo'ladi. Xo'p,
Amanjon nima deymiz? Shu 56 ni 11 ga ko'paytirib 77 ga bo'lamiz. 77 ga bo'lamiz. Ha. Qolgan o'quvchilarimiz qo'shilamizmi fikrga? 616 Qarang mana. bo'ladi. Eshitamiz diqqat bilan. O'zi qolip bo'yicha S tenglik V ko'paytirilgan T. Ya'ni yo'lni topish formulasi. Bizda mana bu 56 ni 11 ga 56 ni 11 ga ko'paytirdim. 616 chiqdi. 616 ni 77 ga bo'ldim. Xo'p, umumiy qolip bo'yicha S ko'paytirilgan V T dan chiqadi. Endi yo'lni formulasi shu holatda 56 ga 21 qo'shilganda 77 kilometr taqsim soat chiqdi. mikrofoningizni o'chiryapman. Diqqat bilan eshitamiz. Tushuntirayotgan vaqtimda gapirmay turinglar. Fikrlaringizni tushundim, to'g'ri aytdingizlar. Xo'p, demak, yo'lning qiymati o'zgarmagan. Hammasida birinchi holatda ham, ikkinchi holatda ham yo'lning qiymati teng, ya'ni V2, T2 lar mana bu S lari bir-biriga teng. Siz ma'nosini tushunib olishingiz kerak. Ishlanishda ahamiyati katta emas. Ma'nosini tushunib olsangiz, boshqa shunga o'xshagan misollarda qiynalmaysiz. Yo'l teng bo'lgani uchun ikkalasini bir-biriga tenglashtirishga haqqingiz bor. Ya'ni V1 ko'paytirilgan T1 teng V2 ko'paytirilgan T2. Sizda mana bu V1, T1 va qo'lingizda V2 lar mavjud. Shunchaki T2 ni topib qo'ysangiz bo'ldi. T2 ni proporsiyaga topasiz. V1 ko'paytirilgan T1 taqsim V2 orqali. Endi o'rniga qo'yib hisoblaysiz. V1 is 56 ga teng. T1 is 11 ga teng. V2 is 77 ga teng. Hisob kitob qilsangiz mana bu 8 taga qisqaradi. 56 ni 8 ga bo'lsangiz, natija to'g'ridan to'g'ri 7 chiqadi. 7 degan natija 4-da bormi yo'qmi? Mana bu 7 bo'lar ekan. 56 ni 7 ga bo'lsa 8 chiqar ekan. 8 degan natija C javobda turibdi. Xo'p, demak C javob chiqazganlar to'g'ri chiqazgan. Ustoz, men proporsiya usulida ishlagan edim. Hozir biz nimada ishladik? Biz ham proporsiyada ishladik. Sizga faqat fizikaviy tarafini ham tushuntirib o'tishga harakat qilyapman. Mabodo bu narsa yana oldingizdan uchrab qolsa, aslida ma'nosi nimaligini tushunib olishingiz kerak edi. Tushundingizmi? Aslida nima ishlayotganingizni bilishingiz kerak. Shu sababli ishlanish usuli bilan tushuntirdim. Savol yo'q-a? Tushundim. Ha, tushundim. Yaxshi, davom ettiramiz. Keyingi misolimiz 5-misol. 5-misolda noma'lum sonni 8 ga bo'lganda, noma'lum qandaydir sonni 8 ga bo'lgan vaqtda bo'linma 48 qo'shilganda esa 520 chiqdi. Noma'lum sonni toping. Qani xulosa aytamiz? Nima qilamiz? Tenglama qilganman. X bo'lingan 8 plus 480 teng 520. Malades. Noma'lum sonni 8 ga bo'lganda, qandaydir noma'lum sonni 8 ga bo'lib qo'ydim. Bitta qiymat chiqdi. Bo'linmaga 480 qo'sh deyapti. Mana chiqqan songa 480 ni qo'shyapman mana aytgan ishi bo'yicha va chiqqan natija 520 bo'lib qoldi. Shu yerdan noma'lum son topib bergin deyapti x ni. Mana buni o'ng tarafga o'tkazib yuborasiz. X taqsim 8 mikrofonni o'chiramiz. 520 minus 480. Ayirib bersak necha qoladi? X taqsim 8 teng 40 bo'lib qoladi. X ni topib bergan bo'lsak, proporsiya 40 kara 8. Natijasi 320 chiqadi. 320 Xo'p, C javobda turibdi. 320 chiqazganlar bor oramizda. Ha, menga chiqdi shu javob. Xuddi shu usulda ishlagandim. Zo'r. Demak, muammo bo'lmagan misolda. Davom ettiramiz. Keyingi misolimiz 6-misol. Avval shartini o'qiyman. Velosipedchi 2 kunda 120 km yo'l yurdi. Xo'p, demak 2 kunda 120 km yo'lni bosib o'tibdi. Xo'p, birinchi kuni butun yo'lning 3/5 qismini. Butun yo'l o'zi qancha? 120 km. Birinchi kuni shuni 3/5 qismini bosib o'tibdi. To'g'ridan-to'g'ri hisoblab ketaman. 24 bo'lib qoladi. 24 ga 3 72 ga teng. Demak, birinchi kuni 72 km yurgan. Xo'p, ikkinchi kun necha kilometr yurdi? Общий yurgan kilometr 120 edi. Undan 72 tasini olib tashlasam, mana bu yerga 28 qoladidagi общий natija qolgani 48 bo'lib qoladi. Demak, birinchi kuni 72, ikkinchi kuni 48 km yurgan. B javob bo'ladi.
Xo'p, tushundik-a? 6-siga. Ha, tushundik. Bo'ldi. Xuddi mana shu shaklda ishlanadi. Xo'p, negadir shovqinlik holati ko'payib ketyapti. O'shaning uchun mikrofonlarni o'chirib qo'yaman. Xafa bo'lmaysizlar. Sekin-sekin o'rganib boramiz mikrofon bilan birga ishlashga. Chunki birdaniga ba'zi bir joylarda shovqin bo'lib qoladi. Xo'p, davom ettiraman. Xo'p, keyingisi 7-savolga yetib keldik. 7-savol. 7-savol. Do'konda 7 xil pijak, 5 xil shim, 4 xil galstuk sotilmoqda. Pijak, shim, galstuk iborat 3likni to'plamini necha usul bilan sotib olsa bo'ladi? Xo'p, kimda qanday variant bor? Bunaqa misol ishlaganmiz. Birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi. Qarang. 7 xil pijak bor, 5 xil shim bor va 4 xil galstuk bor. Pijak, shim, galstukdan iborat 3 xillikni necha xil usulda sotib olsa bo'ladi? 140 chiqqan. Yaxshi, qarang. Siz bitta pijak olib, 5 ta galstukdan bittasidan tanlab, bittadan mana bu shimdan ham olishingiz mumkin edi. Ya'ni sizda mana bu 7 xil galstukka 7 xil shim, 7 xil pijak tanlash imkoniyatingiz bor. Shimda ham 7 xil pijak, 7 xil galstuk tanlash imkoniyatingiz bor. Galstukda ham xuddi shunaqa holatingiz bor. Ya'ni bu holatda hammasi bir-biriga bog'liq-ku. O'shaning uchun nima qilasiz? Ko'paytirib qo'yasiz. 5 kere 4 20, 20 kere 4 20 kere 4imiz 100, 20 kere 7imiz 140 deb beradi. 140imiz bormi shunaqa javob? D javobda turibdi. D javobda turibdi. 140 chiqqanlar to'g'ri ishlagan. Xo'p, keyingi savolga o'tdim. Keyingi savolimiz 8-savolga e'tibor beramiz. Qarang 8-savolda. Raqamli soat 20:19 ni ko'rsatyapti. 20:19 da turibdi soatimiz. 20:19 soat keyingi safar bu raqamlar ishlatgan holda birinchi bo'lib qaysi vaqtni ko'rsatadi deb savol bergan. Xo'p, qarang. O'zi shunchaki javoblar tahlil qilishingiz kerak. A javobda 20:91. Iltimos qilsangiz ham minutda 60 oshmaydi. Demak, xato bu. 91 bo'lmaydi. 9:21 degan. Unga shoshmay turaman. 2:19 degan 21:09. Eng yaqini, ya'ni 20:19 dan keyingi keladigan eng yaqin vaqt D javobda, ya'ni 21:09 da turibdi. 9 mana bu uchlar undan keyingi kun keladigan vaqtlari. Tushundingizmi? D javobda, ya'ni shu soatdan keyin bir necha vaqt o'tib, shu raqamlardan foydalanib 20:09 degan soat vaqtini yasashingiz mumkin bo'ladi. Tushuntira oldimmi? 8-misolga tushundikmi? Yozaylik-da. 8-misol. 8ga tushunganlar, tushunmaganlar yozaylik. Tushundik yoki yo'q? Hop. Aziz o'quvchimiz tushunmay qolgan ekan. Qarang, boshqatdan tushuntiraman. Diqqat bilan e'tibor bering. O'zi oddiy narsa, faqatgina qabul qilib olsangiz bo'ldi. To'g'ri tushunib. 8da e'tibor bering. Hozir tasavvur qiling, soatingiz 20:19 ko'rsatyapti soat vaqti. Oradan qanchadir vaqt o'tdi. Vaqt o'tgandan keyin shu raqamlardan foydalanib yangi bitta vaqt hosil bo'ldi. O'sha vaqt necha bo'lishi mumkin deb variantlar ichidan 4 ta variant berib qo'yib so'rayapti. Birinchisi bo'lmaydi, sabab minut hech qachon 91 ga teng bo'lmaydi. Tushundingizmi? Chiqib ketdi. Ikkinchisi ham emas ekan, uchinchisi ham emas ekan, sabab 20:19 dan keyin keladigan eng tezroq vaqt 21:09. Ya'ni bu vaqtdan keyin haqiqatan bu vaqt kelishi tezroq olgan variantlarga qaraganda. Tushundingizmi? O'shaning uchun shu javobni qabul qilyapmiz. Xo'p, aziz o'quvchimiz, tushunarlimi? Bu oddiy narsa, shunchaki soat bo'yicha savol so'ragan xolos. Yaxshi, davom ettiryapman. 9-misoldaman. Hisoblang degan, ketma-ket hisoblab chiqish kerak ekan, xolos. Xo'p, 7,42 minus 2,12 xo'p, plus 8,38. Shunchaki vergul sonlar qo'shish ayirish ekan.
minus 7,78 plus 0,9. Shuni hisob kitobini qilish kerak. Kimda qaysi javob chiqdi? Yozib oringlar, shuni javobini yozib qo'ya qolaylik. Menda 6,8 chiqdi 9-misolda. Qolganlardachi? Bilamiz, o'tib ketaveraylik. 6,8 bo'ldi. Shu javobni yozib qo'ya qolay, chunki vaqtimiz ushlamasin. Bilasizlar-ku, ketma-ket virgullar qo'shib ayirish, to'g'rimi? Shuning uchun yozmay qo'ya qoldim. Hisoblashni mendan yaxshi bilasizlar buni. Xo'p, 10-sidamiz. Jadvaldan foydalanib, ilonlar barcha hayvonlar necha foizini tashkil qilishini toping. Qarang. Jadval berilgan tablitsa, jami hayvonlaringiz qancha? Shuni topaylik. Birinchi, jami hayvonlarimiz. Xo'p, 24 taga mana bu yerdagi 6 tani qo'shsam, xo'p, 30 taga plus 20 ta. 50 ta ekan. Jami 50 tasi bu 100% degani. Endi bizda ilonlar bor ekan. Ilonlar degan to'g'rimi? Ilonlar 15 ta dona. Shuni x qilib proporsiya topaman. Endi eslab qolamiz. Gantel usulida yuraman hamda proporsiya qilib. Ya'ni 50 ni ko'paytiraman x ga, 15 ni ko'paytiraman shunchaki 100 ga. Endi mana bu bilan buni cho'qvorsak 2 ta bo'lib qoladi. X ni javobi 30. Demak, mana bu ilonvachchalar butun o'sha hayvonlarda 30% tashkil qilar ekan. D javob. Xo'p, D javobda shunaqa javob bo'lar ekan. Xo'p, yozamiz. 10-si tushunarlimi? 10-misol tushunarlimi? Zo'r. Tushunarli, menda ham chiqdi. Ajoyib. Ajoyib, zo'r, super. A'lo darajada tushundik, zo'r. Xo'p, demak, qaranglar. E'tibor beramiz. Birinchi mokdan qanday tushunmagan joyimiz bor? Hozir sizlarga mok 1 yozamiz. Qayerga tushunmay qoldik yoki qaysi joyi tushunarsiz bo'ldi yoki qayday darajada tushundik? Mok 1 tushunarlimi? Savollar bormi? Yozamiz. Qayerga tushunmay qoldik? Bo'ldi. Zo'r. Mok 1 tushunarli. Demak, qaranglar, birinchi mok tushunarli bo'lsa, men birinchi mok uchun alohida zapisimizni o'chirib qo'yaman. Xo'p, keyin zapisni ko'ra olaverasizlar birinchi mok bo'yicha.